Bu yil katta оборудование kelgan, texnoplankton chiqaradigan. Bitta qilganda ancha muncha chiqariladi. Siz buni hidiga bu yoqqa jo'nata olmaysiz hidini o'zim. Voy, rost ekan. Tabiat. Olimjon aka o'zingiz mahsulotingiz, o'zingiz chiqaryapsiz. 100% o'zim mahsulot. Mashalloh. Neo Fishingda mana yengili Olimjon aka mana o'zlari ishlab chiqarayotgan ekanlar. Texnoplankton hidini mana hozir sizlarga endi buni afsus yetkazib bera olmayman hidini, lekin halollik bilan aytolman. Rost ekan tabiiy hid bor ekan. Xudo xolis bu effekt rezultatni beradi ancha Olimjon aka. Bu beka bu narsachi boshqa do'konlarda ham bor. Xo'p, nima bilan maqtanyapti desa, kolичествоni kuniga 1000 tadan 2000 tagacha chiqib bera olaman. Olimjon aka o'zidan o'zi savol tug'iladi, aka. Hamma xaridorlarga narxda hozirgi kunda narx qanaqa bo'lyapti? Men ishlab chiqaruvchiman-da. Xo'p bo'ladi. Men do'konim bo'lgani bilan asosiy mahsulot boshqa do'konlarda. Boshqa do'konlar qanaqa sotadi? Men unisiga kafolat bera olmayman-da. Optim narxi ham bo'ladi. Optim narxi 3 ta konteyner olishsa, bitta konteynerda 40 ta bo'ladi. 120 tadan yuqori olinadigan odamga optim narxda beraman. Uni narxini o'zlariga telefon qilishganda aytib donaga, baliqchilarga 6000 da marhamat. Aynan shu do'konda. Qolgan do'konlarga endi narxiga aytolmaymiz. Hamma o'zidan kelib chiqib narx qo'yadi, buni bilamiz. Olimjon aka o'zlari chiqazganlari uchun, o'zlarining mahsulotlari bo'lgani uchun o'zlarining do'konlaridan donasi 6000 so'mdan ekan mana. Olimjon, yana bitta savol. Bu faqat men emas, baliqchilarni hammasini qiziqtiradi. Suvga tushganda qancha vaqt turadi bu? 2 soat turib beradi. Garantiyasi bilan 2 soat turadi. Обязательно. Baraka toping. 10 xil hidi bor. Ana malina, asal, qulupniy, plambir. Endi ham ko'rimli bo'yicha buni reklama qilish shart emas, o'zi hammamiz bilamiz. Feeder mana hammasi o'zlari ishlab chiqazadilar buni ham. Olimjon aka o'zingiz gapirganingiz afzalroq. Bu yil sostavlar yengillandi. Buni ko'rasiz. Xo'p. Qo'shimchalar qilindi. Masalan, anis bilan malina qo'shilgan. Ta'mlar. Endi bu ham katta yengillik emas u. Marhamat qilasizlar, tekshirib ishlatib ko'rasizlar, buni sifatiga baho berasizlar. Bu yili bu narsa oldingidan sostavi juda yengillandi. Siz ham o'zingiz ishlatib, xolisona baho berasiz. Xo'p bo'ladi olimjon. Va tanish bilishlik emas, men o'zimni mahsulotimga uverimli bo'lib, qayta ustida ishlayverib darobodga qilaman. Yana bitta yangilik bor. Bu asosiy yangilik, lekin hozir qo'limda emas. Ya'ni sizlarga mahsulotni ko'rsata olmayman-ku. Sizlarga ham asqotadigan, ko'pchilikga asqotadigan narsa. Ya'ni plastmassaviy karmushkalarni xudo xolisi yo'lga qo'yamiz. Оборудованиеlar kelgan, mahsulotlar kelgan, hozir sinovdan o'tyapti. Bu narsani chiqarib 20 grammdan 140 grammgacha bo'ladi. Olgan veysinglar kichkina karmushka, zakormishni karmushka, pikirga karmushka setishni bo'ladi. Qadrdon feederchilar, qadrdon poplovchilar ko'proq feederchilarga tegishli ma'lumot bo'ldi. Bu qo'rqmasdan endi zatsepga o'tirasizlar, chunki bu yog'i mana Olimjon aka mollarga kelsanglar, o'zlari karmushka bilan kun qo'yaman deyaptilar. Shunaqa. Bu hazillanib bo'lyapti, lekin mana karmushka ham xudo xolos boshlanib chiqishi albatta bu bizga juda ham xursandchilik, shodiyona olib keladigan bo'ldi. Baliq uvi yo'nalishdagi professionalsiz. Albatta nima kerak, nima kamimiz hammasini o'zingiz mehr bilan ijod qilasiz. Alloh ijodlaringizga baraka bersin. Bismillahirrohmanirrohim. Robbil alamin, yetkazganingga, ko'rsatganingga o'zingga cheksiz darajada shukronamizni qabul qilgin. Barcha hududimiz, ona diyorimizni Allohim o'zing panohingda asragin. Bu ona diyorimizda ish faoliyatini yuritayotgan barcha ovchilarimizga, ovchi do'kon, mana bunday mahsulotlarni sotadigan do'konlarimizga yanada fayz bergin. Barchalarni hurmat qilamiz. Barchalari aziz insonlardir. Mana bu boshlangan yillarimizni barokatli qilgin. Mana bunday ijod qiladigan akalarimizga Allohim o'zing ishlariga rivoj bergin. Kuch-quvvat, matonat, mustahkam iroda bergin. O'zing barchalarimizni himoya qilgin, panohingda asragin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. رحمة الله.